Zakat va g'ayri-islomiy nashr. Savol. Assalomu alaykum. Zakatni islomni musulmonlarni sat ko'rsatadigan material kitoblarni besib tarqitishga bersa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Zakat beriladigan o'rinlarni Alloh taolo Tavba surasi 60-oyatda aniq bayon qilib o'tgan bo'lg'achqa, uni shu 8 o'rinning biriga yoki bir qanchasiga yoki hammasiga bersa, andin ado topadi. Bu o'rinlarga qaraydigan bo'lsak, zakatning musulmonlar uchun, jihad uchun, Allohning dini uchun sarf qilinadiganligini ko'rib olamiz. Agar zakatni islomni musulmonlarni qabih ko'rsatadigan, dinning musulmonlarning obrazini xunuklaştıradigan, musulmonlarning aqidasini bulg'aydigan yoki axloqidan yatlashtiradigan yoki din dushmanlarining planiga xizmat qiladigan kitob yoki turli tashviqot materiallarini yozishga, besishga va tarqitishga ishlatgan taqdirda birinchidan zakat ado topmaydi. Zakat berguchi zakatini qayta berish lozim. Bo'lmasa, gadanida qarz bo'lib qoladi. İkinciden, zakat malını yoki birovning qilgan ixtiyoriy i'onasi yoki saxovatini yuqorqi turdikilarning har qandaqiga sarf qilish, yig'ib to'plash yoki bo'lmasa yuqorqidek zaharlik tashviqotlar uchun ishlatish Allohga, Rasuliga va barliq musulmonlarga dushmanlik qilganlik, kofirlarning sabini tutganlik va musulmonlarga ziyon urishdan iborat og'ir jinoyatdir. Shunga agar buni bilib qilgan taqdirda bundaq zaharxandilikning musulmon deganlarning o'zidan sodir bo'lishi Allah'ның diniga asiylik musulmonlarga xiyonatdir. Agar qalbida bundaq bir xiyonatni planlab qilgan bo'lsa, shubhisizki bu zindiqlik va munofiqlikdir. Agar musulmon kishi ishning tegi-taktini bilmay yordamlashib qolgan yoki bundaq ishlarga moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab yordam berib qolgan bo'lsa, darhol tavba qilishi va mas'uliyatini tushgan doirada qo'lidan kelishicha ziyonni to'ldirishi yoki yengillatishga tirishishi farzdir. Shundaqla bilmay yordam berib salgan kishining tavbasining rost bo'lishi uchun Allohning dinini va musulmonlarning sha'nini ko'taradigan ishlar uchun sadaqa ihson qilib o'tishi hamda ashundaq millatga va vatanga ziyonli qilmishlarni ijro qilayotganlardan munosabatni uzib, berish kelish qilmasligi qatorliqlar mazkur kishining tavbasida rostchil bo'lganligining bir isboti bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.